senga ish topib qo'ydim. Shunaqami? Bas qil. Adashmayotgan bo'lsam, 2 marta joning saqlab qo'ygandim. Shuning uchunmi? Yuzimga solurmagin. Qachondir men ham qaytaraman. Yo'q. Rahmat. To'g'risi men u holatga tushish istamayman. Iloyim tushmagin. Qisqasi, senga ish bor. Ham haydovchilik, ham qo'riqchilik qilasan. Nima? Esing joyidami? Mendan qanaqa qo'riqchi chiqadi? Sendan zo'r qo'riqchi chiqadi. Buni isbotini necha marta ko'rdim? Qo'ysangchi. Men jiddiy aytyapman. Asosiysi toza, halol ish. To'g'ri? Biroz xavfli bo'lishi mumkin. Lekin oyligi yaxshi. Ish haqini zo'r to'layman. To'laysan? Nima? Yoki men qo'limda ishlashga or qilasanmi? Seni aldayotganim yo'q. Rostdan ham haydovchi kerak menga. Va agarda u sen bo'lsang, men juda xursand bo'lardim. Agarda or qilayotgan bo'lsang, mayli. Hech narsa demayman. Men Kamazga ham haydab ketaveraman.